Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Jamshid Abdug'ofurov. Hozirgi videomizda mana firmalarimizni ko'tarib oldik hammasini. Kran ketdi. Xitoy kranidan ham keldik. 60 metrga yana 18. Shu firmalarning orasi 5 metrdan. Nimaga 5 metr? Chunki bu firma 14 santimetrga 14 santimetr, ya'ni 1.40 ga 1.40. Stenaning qalinligi 0.8. Tagi ham xuddi shunday. Tag tepa xuddi shunday profildan. 140 ga 140, stenasi 0.8 dan. Stoyka zigzaglari ham kami 0.8, 0.5, 0.8 stenalari. Rekasiga kelsak, rekalari ham xuddi shunday 12 metrlik rekadan 5 ga 10. Stenasi buniki 5. Stenasi 0.5. Qo'lda ko'tarishda umuman iloji yo'q tepaga, shuning uchun 10 taqilib kranda olib oldik. Bu taraflarini rekalarni qatirib bo'ldik. Yangi olganman apparatni. Ammo cho'tka ishlayapti, gap yo'q. Endi shu yerda rekalarni qatiramiz. Rekalar orasi 90 dan. Har bitta rekalarning orasi 90 dan. 11 qatordan reka ketadi. Bunday katta firmalar mana. Oralari 5 metrdan. Bemalol ko'taradi. Mana tayi pastdan devorga qo'shib tumba urilib chiqqan har bittasiga. O'sha tumbaga nakladno o'rnatilganda beton qo'yilyapti. O'sha nakladnoga o'tirgan. Zakladnoga. Ular shunaqa gaplar.